Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Zomin tuman axborot kutubxona markazi sizlarga Paulo Coelhoning Alkimiogar romanini taqdim etadi. Alkimiogar Paulo Coelhoning 1988-yilda nashr etilgan romani va dunyo bo'ylab bestsellerga aylandi. 117 dan ortiq mamlakatlarda nashr etilgan. 81 tilga, jumladan yuqori valeriya tiliga tarjima qilingan. Roman Braziliya tarixidagi eng ko'p sotilgan va dunyoda eng ko'p tarjima qilingan kitob sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan. Muallif alkimiya sohasidagi tadqiqotlarini 70-yillarning o'rtalarida boshlagan. Ammo mehnatsevarligi va g'ayrati samarasini ko'rmay 1973-yilda tadqiqotni to'xtatadi. 1981-yilda muallif alkimiogarlarni 3 turga bo'lgan o'qituvchi bilan uchrashdi. Ba'zilari noaniqlikni yaxshi ko'radilar, chunki ular o'z mavzularini bilmaydilar. Boshqalar uni bilishadi va alkimiya tili aqlga emas, qalbga qaratilgan deb tushunishadi. Yana boshqalar kimyo haqida bilishmaydi, lekin butun hayoti davomida falsafa toshini kashf etishga muvaffaq bo'lishdi. Ikkinchi turdagi alkimiogar haqida va hikoya davom etadi. Kitobning bosh qahramoni andalusiyalik cho'pon Santiago bir kuni o'tish ko'radi. Uni Misr piramidalarini ko'rishga va ularga yashiringan xazinani topishga chaqiradi. Ma'lum bir lo'li kelajakda topilgan xazinalarning 1/10 qismi evaziga tushini ta'birlashga rozi bo'ladi. U Salim shohi Malkisiddiq chol bilan uchrashadi. U uni Misrga borishga ishontiradi va Santiagoga qoramolining 1/10 qismining evaziga sinovlarni yengib o'tishda yordam beradigan 2 tosh, urum va tummumni beradi. Qahramon qo'ylarni sotadi, Afrikaga suzib ketadi, barcha pullarini yo'qotadi. U billur savdogarlarning yordamchisi bo'lib ishlaydi va baribir ham topgan puliga piramidalarga boradi. Sayohatda u alkimiya bo'yicha bilimlarni ochib beradigan ingliz bilan uchrashadi va keyin Al-Fayyum vohasida alkimiogarni topadi. Alkimiogar unga dunyoning ruhini bilishni o'rgatadi, kimyo haqida gapiradi va unga o'z taqdiri yo'lidan borishga yordam beradi. U Fotimani sevib qoladi va oxir-oqibat xazina topadi, lekin Misrda emas, balki o'z vatanida, Ispaniyada. Taqdir unga tayyorlagan barcha sinovlardan o'tgan.